Bu men 2 haftaning ichidagi 3-safarim. Bu safar Xivaga klip syomkasi bilan yo'lga chiqdim. Getixlarni Xorazmga aylantirib kelaman. Urganchdaman proyektni kartina direktori kutib oldi va Xorazmni milliy taomlaridan yeb Xivaga qarab yo'l oldik. Mashinamiz rulini menga ishonib topshirishdi. Kechqurun mashinada qo'shiq aytib ketishni juda ham yaxshi ko'raman. Mehmonxonaga joylashib, tungi Xivani aylanib chiqdim va sizlarga ko'rsatish uchun ham kadrlab oldim. Juda ham chiroyli-a? Ana oldinda hali 2 kunlik syomka kutib turgandi. Charchab uxlab qoldim. Ertasi kuni erta uyg'onib, nonushta qilib syomka uchun kiyinib chiqib ketdim. Haya, chiroyli obraz tanlabmanmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Tandirdan endi uzilgan Xorazm nonining ta'mini boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. Syomkani birinchi kunida reels, ikkinchi kunida klip suratga oldik. Qayerga borsam ham xalqimizni mehrini his qilish yoqimli. Mashhur bo'lish oson, lekin sevimli bo'lib qolish hammaga ham nasib etavermaydigan baxt. Bu safargi sayohatim bir olam xotiralarga va yangi tanishlarga to'la bo'ldi. Syomkalarni tugatgach, yolg'iz terrasada tungi Xivani tomosha qilib ovqatlandim. Ba'zan inson yolg'iz qolishi qo'rqinchli emas, aksincha, o'zini anglab olishiga va savollarga javob topadigan vaqt ekanligini bilganimdan beri yolg'izlikdan qo'rqmayman.